Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va YouTube kuzatuvchilari. Navbatdagi tovuqlar uchun temir katagimiz tayyor bo'ldi. Razmerini tanishtirib qo'yamiz. Undan avval esa videomizga bir donadan like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakepida joylashgan. Bu katagimizning razmeri uzunligi 2.30, eniga 1.20, balandligi 1.20 bo'lgan. Mana juda ham chiroyli holatda. Tomlarning rangi ham ko'k svetda berganmiz mana. Bu yerda esa tuxumini olish uchun eshiklarni joylashtirib ketdik. Bemalol tuxumini olsa bo'ladi. Setkalari ham zanglamaydigan setkadan foydalanganmiz. Bu yerda esa katta eshigi. Mana tag yerli varianti bo'ldi. Bu yerda esa qo'noqlari, tuxumlash uchun joylari mana. Tomini tagina issiq suv o'tkazmaydigan folga qog'ozlarni qo'yib yuborganmiz. Issiq o'tmasligi uchun. Bu yerda esa don oxirlari. Donni solib yopib qo'yaveradi bemalol. Mana. Kimga shunaqa tovuqlar, kapitallarga temir kataklar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari, dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda aloqaga chiqaverasizlar.